Aziz obunachilar, sizlarga bitta live hackni zo'rini ko'rsataman. Ilyos bek akam mana xudo xolasa kelib oldilar. Bizni qo'raga Muhammad Ali qorasiga. Bu nima aka? Bitta obunachilarga tushuntiringchi. Assalomu alaykum. Bu aka qo'y baylaydiganimiz. Bunda qo'yni baylab aka, buni yaxshi xususiyatlari. Qo'yni baylab juni nosa bo'ladi. Ancha buncha ukollarini qilsa bo'ladi, tirnoqlarini nosa bo'ladi. Tuyoqlarini nosa bo'ladi. Tuyoqlari nosa bo'ladi. Emizmayotgan qo'ylar bo'lsa, emizaveradi, turadi. Mana kallalari bilan turibdi. Sepi bo'lar ekan. Xuddi buni zavodskiy qilib ishlangan ekan aka. Ha aka, zavodskiy qilingan. Buni yetkazib berish xizmatlari nech puldan nech pulgacha narx-navosini aytib o'tib ketaylik. Aka, yetkazib berish xizmati O'zbekiston bo'ylab 400 ming so'm. Qirg'iziston, Qozog'istonga ham bor, chegaralarigacha. Bor, Qirg'izistonga ham bor. 400 ming so'mdan boshlanadi. Yana ham bundan ham baquvvatroq qilib bering desa, undan ham qimmatlashaveradi. Qimmatlashaveradi. Kattaroq variant kerak bo'lsa ham bo'laveradi. Turishini qaranglar, zo'r turar ekan, mashalloh.